Barchaga salom. Sizlar Zey Jaloliddinov YouTube kanalidasizlar. Bu galgi bizning videoroligimizda Dream League Soccer 2026 o'yinida biz sizlar bilan bugun DLC olamidagi eng yaxshi taktika va eng yomon taktika haqida gaplashamiz. Xo'sh do'stlar, videomiz mavzusi juda ham qiziq. Shuning uchun ham videorolikka like bosib qo'yib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, sizlarning xabaringlar bormi, yo'qmi? Men do'stlar katta turnir tashkil qilyapman. Agar kim o'sha turnirga qatnashmoqchi bo'lsa, pulsiz emas, tekin turnirga qatnashish, YouTube'ga esa Ronaldoli Champions account. Agar kim o'sha turnirga qatnashmoqchi bo'lsa, kommentariyada Telegram kanali silkasini tashlab qo'yaman. Bemalol o'tib qo'yib turnirga qatnashsanglar bo'ladi. Xo'sh do'stlar, bo'lmasa eng yaxshi taktika haqida biz sizlar bilan bugun gaplashadigan bo'lsak, endi o'zimdan kelib chiqib hammasini sizlarga batafsil tushuntiraman. Xo'p, akkaunt ko'rib turganinglardek, akkaunt prosta bomba. Battle'ga cho'tki full qilingan futbolchilar ham bor. Xullas, bu akkauntga to'g'risi bir so'm pul tikilmagan. Endi tikilgan bo'lsa, endi 1-2 so'm shu sezon pass, 1-2 marta tanga yig'ilmagan bo'lsa, unaqa katta summalar kirib ketmagan akkaunt. Xo'sh do'stlar, akkauntga keladigan bo'lsak, xo'p, bu yerdan ko'rsataman. Akkaunt ko'rib turibsizlar, to'g'ri full bo'lgan. 500, 600 Messini ko'rib turibsizlar, qanaqa full bo'lgan. Xo'p, Modric bu yerda, De Bruyne, Hausen. Endi Hausenlarni sal-pal yo'q-yo'q qilib qo'ygan. Nu yomon emas. Ko'rib turganinglardek. Xo'p, akkauntni ham do'stlar birma-bir ko'rsataman. Statistikalarni bemalol ko'ra olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi nima desam bo'ladi? Eng yaxshi taktikaga keladigan bo'lsak, endi o'zimdan kelib chiqib aytaman. O'zim bilgan eng zo'r 2 ta taktika bor. Xo'p do'stlar, mana 3 ta deylik. Birinchi taktika 3-2-3-2. Bu ya'ni taktikada nima qilamiz? Xo'p, o'zimizga ishongan darvozabonni qo'yib qo'yamiz. Shaxsiy o'zimning fikrim, Kurtuva qo'yganimiz yaxshi darvozabonga, chunki Alisson 95 li Alisson ekan, 96 yoki +11 kuchaymagan. Xo'p, Kurtuva bo'lsa, Kurtuvani qo'yamiz. Kurtuva bor. Statistikaga keladigan bo'lsak, Kurtuva yaxshi, rukovatitelari ancha kuchli, bo'yi ham 2 metr, tezliklari yaxshi, pastlari, kontrol meshlari, xo'p, ham do'stlar bo'yi ham baland. Hozir anaqa bosilib ketdi, Luchi komanda. Xo'p, bu yerga Kurtuvani qo'yamiz. Endi 3 ta bo'yi 1.90 dan baland himoyachilarni qo'yganimiz yaxshi. Xo'p, Rudigerni ham qo'ysak bo'ladimi deyishlari mumkin. Yo'q, Rudiger kerak emas. 1.90 dan oshiqroq bo'lsa, yaxshiroq bo'ladi. Chunki himoyamiz bizada kam do'stlar, to'g'risida. Chunki 3 talik himoya 1.90 dan normalniy oshirilgan qo'yganimiz yaxshi bo'yi. Xo'p, Rudiger ham endi bo'ladi, lekin Rudigermi boshqasimi bo'yi 90 dan oshiq bo'lgani yaxshi. Xo'p, markazga esa do'stlar Van Dijkni qo'yishimiz kerak, lekin Van Dijkimiz esa qizil kartochka olib qo'ya olmas ekanmiz. Mayli, Van Dijkni o'rniga hech qisi yo'q. Hausenni qo'yamiz desak, Hausen ham bu akkauntda rozi bo'lsa, endi 4 ta olmosga ishlatamiz. Xo'p, Hausenni qo'yamiz do'stlar. Xo'p, ana endi bu yerda himoyachilardan Kiminje 1.90 mayli. Ruben Dias pas. Ruben Diaslar kerak emas, to'g'risi. Bu asosiy tarkib o'yinchisi emas. Men qilsa ham 94 holatda full bo'lgan bo'lsa ham Van de Ven yaxshi o'ynaydi, to'g'risi. Ko'p anaqalardan, lekin Van de Venni bu yerga qo'ya olmaymiz. Chem qaranglar. Endi Kiminjeni qo'yib turamiz, hozir majbur ekanmiz, chunki Van Dijkni ko'rib turibsizlar. Mana Kiminjeni o'rniga Van Dijkni tasavvur qilamiz bu yerda. Hausen, hop, bu qanotda o'ynasa, Hausen ham unaqa futbolchi, unaqa menimcha yaxshi o'ynaydi unda va chapaqay futbolchi, chapda yaxshi o'ynaydi. Endi himoyachilardan markazga keladigan bo'lsak, markazga mana eng yaxshi ikkita shu boylar futbolchilarni qo'yamiz. Ular Rodri ham yaxshi kuchaygan, ko'rib turganinglardek. O'zi aslida 98 uskarine bo'ladi. Kamdan kam 99 uskarine yeydi. Zo'r fut bo'lgan, paslari, kontrollari juda ham yaxshi Rodri. +11 bo'lmagan-u, lekin yomon emas. Bu yerga keladigan bo'lsak, Aborniga ikkita mana shunday atborlari yaxshi, udarlari yaxshi, tezliklari yaxshi futbolchilarni qo'yamiz. Xo'p, Bellingham 82-81 tarzda full bo'lgan ekan, tepasi uskarine bilan skorsa. Bu yerda do'stlar zo'r full bo'lgan Bellingham. Dallas 25 dagi Bellingham full bo'lgan, bu yerda esa Dallas 25 dagi Rodri. Bu yerda do'stlar Rodri tezligi baland va atborlari va bo'yi baland bo'lgani uchun ham yaxshi o'ynab beradi. Bu yerda esa xuddi shunaqa Bellingham. Lekin Bellingham assist bilan ham o'ynaydi.
Hop, bo'y ham baland va chem nima desam bo'ladi? Hop, Azar kelib qoladimi yoki Asimhen kelib qoladimi, Manela kelib qoladimi, Batistutami, Bellingham ishab beradi Rodri bilan. O'ng qanotga keladigan bo'lsak, hop, o'ng qanotga ham endi o'zimning shaxsiy fikrim, endi hammaning akkauntida menimcha Holland bo'lsa kerak. Holland endi qayerda bu akkauntda Holland? Holland men ko'rolmayapman jo'ta. Holland mana, uzr, ko'rmabman, asosiy tarkib turgan ekan. Hollandni o'ng qanotga qo'yamiz. Hollandning bo'yi 1.95, Van de Venni bo'yi esa 1.93. Men Van de Ven Mickey Mouse deyman, endi erkalatib. Hop, Mickey Mouse deyveramiz. Mickey Mouse chapda qaranglar 1.93, Rodriniki 1.95. Ikkalasi do'stlar S bilan o'ynasa qanotma-qanot pas berib, uchirtirib o'ynaydi. Chunki kalla bilan kelib qoladi, S bilan uchirtirayotganda orqaga pas beraversa, Housen 100% oladi bu yoki Rodri bilan o'ynasa bo'ladi, sal yonga pas berib. Yoki hujumga chiqarib yuborishi mumkin qaysidir futbolchini, hujumchini. Lekin hop. Lekin do'stlar, har doim Hollandni men o'zimning shaxsiy fikrim o'ng qanotda o'ynataman, chunki Holland eng yaxshi variant, to'g'risida. Holland eng yaxshi variant o'ng qanot uchun. Endi bu o'zimning shaxsiy fikrim. Playmaker rolda esa Messilar bo'lsa, xuddi shunaqa Messilar bo'lsa do'stlar, Messini 100% qo'yishlar kerak bo'ladi. Champions Messi bo'lsa, iltimos qo'ymaganinglar yaxshi. Bu yoqda umuman Messi o'ynay olmaydi. Chunki sal-pal atbori bo'lishi kerak. Buni atbori 58 bo'lgani bilan bu Messimiz juda ham yaxshi o'ynaydi, to'g'risi. Bu Messi legenda lekin haqiqatan. Xo'p, endi markazga keladigan bo'lsa, Cristiano Ronaldoning yaxshi kartasi bo'lsa, 93 mi, hatya 94 mi bo'lsa ham chap qanotda o'ynatganinglar yaxshi, chunki Ronaldo haqiqatan striker, Ronaldo muxlisi ham ko'p. O'zim Ronaldo muxlisi emasman-ku, Messi ham muxlisi emasman. Xo'p, lekin yaxshi o'ynab beradi bu yerda. Yoniga sherik kim qo'yamiz desanglar, xo'p, masalan o'ziliga bog'liq deb qo'ygan. Bo'ypas futbolchi bo'lsanglar, Griezmann, Griezmannning bunaqa kartasi bo'lsa, Lewandowski. Endi o'zimning shaxsiy fikrim, battle o'ynaganimda xuddi shunaqa taktika bilan o'ynardim. Lewandowski o'ng qanot, chapda esa Cristiano. Ikkita qanotda bo'ydorlar bor. Himoya ham juda ham yaxshi, Courtois ham bo'ydor. Apornini esa uncha-munchasi to'xtata olmaydi. Juda ham yaxshi taktika. Endi bu o'zimning shaxsiy fikrim. Kim qanaqa fikrda, kommentariyga bemalol yozib qo'ysanglar bo'ladi. Va do'stlar, ikkinchi taktikaga keladigan bo'lsak ham, ikkinchi taktika ham xuddi shunaqa. Xo'p. Lekin do'stlar, bu taktika himoya hujumkor taktika, unaqa himoyaga berilib ketmaymiz. Van de Ven bu yerda o'ynasa, yo'q, Van de Ven endi bu safar qo'ymaymiz. Chunki Van de Ven cho'zilib ketadi. Hujumga ham ko'proq chiqish kerak bu yerdagi futbolchi. Shuning uchun ham Van de Venni olib tashlagan holatda agar Gakpo'lar bo'lsa, Gakpo'ni qo'yganinglar yaxshi. Leao, lekin Leoning bo'yi juda baland emas, Gakpo'ga o'xshagan emas. Mana. Hop, bu yerga esa Messi, Rodri bu yerda o'ynayversa, Bellingham yoki Kevin De Bruyne. Bo'ldi. Eng yaxshi taktika. Agar bu ham bo'lmasa, qaranglar. Endi o'zimning eng zo'r taktikalardan biri, sxemadan biri 3-4-2-1. Xo'sh do'stlar, bu taktikada biz nima qilamiz? Bu вообще universal. Qaranglar. Hop. Endi bu o'zimning akkauntim bo'lganda har doim mana himoya o'sha almashmaydi, darvozabon ham almashmaydi. Messi bu yerga, Rodri bu yoqqa, hop, Hollandni bu yoqqa qo'yamiz. Ronaldo o'rta striker. Messi Champions Time bo'lganda Messini qo'yganimiz yaxshi, ili Azarni qo'yganimiz yaxshi. Azarning statistikalari zo'r bo'lsa. Lekin bu Azar 93 lik, lekin umuman o'ynab bera olmaydi chapda. Baribir chap qanotga qaysidir futbolchini qo'yishimiz kerak. Hop. Yaxshi himoyachilar yo'q, to'g'risi. Shuning uchun ham Neymarni bundoq qilib Messini chapga olib qo'yganimiz yaxshi. Bu yerga esa Lewandowski ham o'ynab beradi, boshqa futbolchi ham o'ynab beradi. Xo'p. Hujumkor o'ynamoqchi bo'lsanglar, bu taktikada Rodrini olib tashlagan holatda, endi o'zimni bunaqa Azar qo'ygan bo'lardim. Chunki Azar bilan Neymar o'rtada zo'r o'ynab beradi. Haqiqiy assistentlar bo'ladi. Lewandowskining o'rniga esa men Leoni qo'yganim yaxshi. Leo tezligi ham zo'r. Ham udari ham bor, kontroli, hamma narsasi universal. Atboridan tashqari. Xo'p. Eng yaxshi taktikalardan biri do'stlar shu. Agar akkauntinglar unaqa manaman demagan bo'lsa ham, Ronaldolar Slavi bo'lsa ham, bu yerga Gyukersni qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Muammosi yo'q, xudo xohlasa Gyukers ham zo'r o'ynab beradi. Agar Gyukers ham o'ynagilik kelmasa, Batistutani
orzu bo'lib qolgan bo'lsa, Batistuta keyingi sezondan keladi, xotirom edi. Batistutani mazza qilib o'ynatsanglar bo'ladi. 1.85 bo'yi, 5 ta 100 chiqadi. Yangi klassik Batistutada ham juda ham yaxshi o'ynab beradi. Lekin do'stlar, har doim mana shu Mateusni olib yurganinglar yaxshi o'zingizdan akkauntingizga. Mateus ham yaqinda yo'q ketadi. Shuning uchun ham xohlasanglar bizga tanga olmos sig'dirishga beraylik yoki Mateusda bitta chem o'ynab ko'rgan yaxshi, chunki Mateus ham universal futbolchi. Hop. To'g'risi, akkauntga keladigan bo'lsak, zo'r akkaunt, lekin baribir Champions Messi bilan Ronaldo's bo'lmagani uchun ham endi akkauntga maqtanadigan jihati yo'q, chunki hozir bilasizlar, Time of Champions Time, All Star, Classic akkauntlar sal qimmatroqga old akkauntdan qaraganda. Old akkauntlar ham narxi yaxshi, lekin mana shunday futbolchilarga qiziqadi hozir ko'p auditoriya Dillis olamidagi. Lekin jang akkauntga pul tikish shart emas agar sharoitinglar bo'lmasa. Hop, eng yomon taktikalarga keladigan bo'lsak, Dillisdagi o'zi eng yomon taktika yo'q. Musurro taktika. Hop, nima desam ekan, Musurro taktika. Endi bu taktikani aytsak bo'ladi yoki hop. Mana shu taktikani ham aytsak bo'ladi. Bunda live'da ko'p odam o'ynaydi. Tavba qildim. Nimaga bu taktikada o'ynaysizlar? Men hayronman. Neymarmi yoki qanaqadir Vinicius bilan bu taktikada o'ynasanglar, himoyachilar prosta cho'ntagiga solib qo'yadi buni. Aldab o'tolmaysizlar, normal igrok bo'lsa agar. Hakimini o'zi ham, Neymarni ham daje, Leoni, Ronaldoni ham cho'ntagiga solib qo'yadi. Bunaqa taktikaga to'g'risi maslahat bermayman. Qatta yaxshi o'ynab beradi bu yerda savolda. Yana himoya ham bunaqa, yana himoya ham bunaqa, yana himoya emas, sal o'rtaroqda turib o'ynatish kerak. Himoyachilar esa to'r endi Dillisni o'ynaymiz-da, biz PES o'ynamaymiz, boshqa narsa o'ynamaymiz. Dillisiga masalan eng yaxshi taktika. Lekin ko'p odam do'stlar, sizlarga ham maslahat beraman. Oldin ko'p odam qanotma-qanot uchirtirib o'ynardi. Uchirtirib o'ynaydigan odam kamayib ketdi. Shuning uchun ham 4-2-2 sxemasi prosta zo'r bo'lib qoldi. Ayniqsa Razga. Raz nimaligini bilmaydigan odamlar uchun B bilan o'ynaydigan odamlarga. Faqat B bilan o'ynaydi. Darvozaga tepgandan keyin esa A bilan tepsa bo'ladi. Endi qisqa qilib tushuntirib o'tdim. Bu taktikaga keladigan bo'lsak, Hakimiylar bo'lsa, endi Hakimiyning oddiy kartasi ham bo'ladi. Qanaqadir tezkor futbolchini qo'yamiz bu yerga, chap qanotga Azar yoki hop, Azarimiz, Azar debman. Qanaqa Azar? Teo Hernandez yo'q ekan. Kim yaxshi? Bastoni ham zo'r o'ynab beradi bu. Qanaqadir lekin qanotda. Yarim himoyaga keladigan bo'lsak, bitta Bellinghamni qo'yamiz Rodri bilan. Hop. Endi Rodri ham himoyaga yaxshiroq, lekin Mateusni ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. O'zi himoyachilar yaxshi kuchaygan bo'lsa, himoyani amallab beradi, lekin sal-pal hujumni ham o'ylash kerak. Hop, Messiga keladigan bo'lsak, Messi orqalarida o'ynagan yaxshi, agar bu Messiga o'ynamoqchi bo'lsak. Hop. Bo'lmasa hujumchilardan kim bor? Gareth Bale, lekin agar Gareth Bale bo'lmasa, hop. Viktor Gyökeresni qo'yamiz. Xuddi shunaqa hujumda o'ynasanglar bo'ladi, to'g'ri 2-2 da. Endi o'zingizlarning akkauntingizga bog'liq. Agar old akkaunt yoki Donaldriski akkaunt bo'lmasa ham shu Viktor Gyökeres, Isakmi yoki boshqacha futbolchilar bo'lsa qo'yganinglar yaxshi. To'g'risida, chunki o'zingizlarga bog'liq. Qolgani o'zingizlarning o'yiningizga bog'liq. Lekin eng yaxshi taktikalar shular do'stlar, to'g'risi. Razga endi. Lekin eng yaxshi universal taktikalardan biri 4-4-2. Bu taktikani bizga Frey karta qilib beradi, ya'ni Frey sxema qilib bizga taqdim qiladi Dillis. 4-2 ham juda ham yaxshi lekin to'g'risida men bu taktikada sal qiynalaman, chunki bularga o'rganib qoldimda men to'g'risi. 3-4-2-1. Xo'sh do'stlar, videomiz shu joyda yakunlanadi. Albatta, qanaqadir izohlar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Endi bu o'zimning shaxsiy fikrim, kimga qanaqa, endi o'ziga bog'liq. Eng yaxshi tarkiblardan biri menimcha shu. Mayli, agar ko'p odam 4-3-3 nimaga qo'ymadingiz deb qolmasin, mayli 4-3-3 dan ham qo'ya olamiz. 4-3-3 ni ham 3 ta yo'li bor. 4-3-3 o'zi bor, 4-2-3 bor, 4-2-1-3 bor. Xo'sh do'stlar, eng yaxshi maslahat beradiganim, agar sizlar hujumda ko'proq o'ynamoqchi bo'lsanglar, endi bu taktika o'zi hujumkor taktika.
Himoya ham yaxshi, lekin hujum sal-pal ko'proq. Xo'p, bu yerga do'stlar hech qachon adashmanglar. Ikkita haqiqatan bo'ydor qo'yish kerak. Chap qanotga esa bitta bo'ydor qo'yib qo'yganinglar yaxshi, yoki hujum qilmoqchi bo'lsanglar ko'proq Teo Hernandez yoki Mendes. Teo variant. Mendes ham zo'r hujumda o'ynay olmaydi Teoga o'xshab. Prosta Teo nima desam bo'ladi? Qanaqadir xarakteri bor-da Dallasning o'zida ham. Mendes sal himoyaga qilingan, yasalgandek. Xo'p, bu yerga Hakimi yaxshi. Endi Bastonini qo'yaman. Bu yerga esa Bellinghamni hammas, Rodrini qo'yganim yaxshiroq. Xo'p, Rodri qayerda ekan olib ketdi Rodri? Mana Rodri. Rodri baribir 1.90 bo'yib, tezliklari, atborlari yaxshi kuchaygan bo'lsa o'ynab beradi. O'zi Rodrini yomon deyolmaymiz, musur ful bo'lgan bo'lsa ham zo'r o'ynab beradi Rodri. Bu yerga keladigan bo'lsak, Neymar illa bo'lsa, Neymar bo'lmasa Kevin De Bruyne. Lekin De Bruyne'ni ham ancha tushib ketdi. Qanaqadir klassik futbolchini qo'yaverganinglar ham yaxshi. Yarim himoyada masalan Bergkamp 85likmi yoki qanaqadir yaxshiroq futbolchi. Lekin bu yerga men Kevin De Bruyne'ni qo'yaman. Hop. Hali hech qachon markazda adashmanglar. Ronaldodan ko'ra Gyökeres yoki Holland zo'r o'ynab beradi. Ronaldo ham yaxshi. Ronaldo ham zo'r, lekin baribir 4-3-3da nima desam bo'ladi? Bular boshqada baribir. Hollandni qo'yamiz yoki Batisuta. Haqiqatan strikerda bular, haqiqatan striker. Ronaldo ham zo'r, lekin Ronaldo chapda zo'r o'ynaydi. Chapda qanaqadir yondirib tashlayman. Tezliklari bor, bo'ylari bor. Bo'ydor futbolchi kerak emas o'zi chap qanotga. O'rtaga Holland buzuvchi, haqiqatan striker bo'ladi. Endi 1-1da qaytarganingda agar himoyada o'ynayotgan bo'lsanglar, hop 1-1da hop Alisson yaxshiroq, Kurtuadan chem qaraganda Kurtua yaqindan uzoqroqdan yaxshi qaytaradi. Lekin Alisson yaqindan umuman qaytarish qiyin. 1-1lardan plus hop Alisson qaramiz. Mana ekan. Da Alisson uzoqroqdan sal-pal nisbatan yaxshi qaytaradi va 1-1 vaziyatlardan, lekin buni ham hop Alisson darajasi tushib ketdi, Kurtuani ham tushib ketdi, lekin Kurtuaninki yaqinda ko'tarilish kerak. Hop bu yerda darajasi zo'r ekan Alisson, tezliklari, paslari, kontrollari, lekin o'zim shaxsiy fikrim Kurtua baribir bu boshqa darajadagi o'yinchi. Yaxshiroq baribir. Chunki men Kurtuada o'ynatib ko'rdim, haqiqatan zo'r. Xo'sh do'stlar, videomiz shu joyda endi yakunlanadi. Turnir haqida esa Telegram kanalga o'tib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanal esa kommentariyani silkasidan topasizlar. Silkasini. Xo'sh do'stlar, bu videomiz yakunlanyapti. Hammaga rahmat. Sog'